Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men tövəndə mushu Xitoydan tarqagan vabo kesili to'g'risida ba'zi muhim savatlarni sizlar bilan savol-javob shaklida o'rtoqlashmoqchi. Bu savollarning bir qismini ba'zi qarindoshlar menga shaxsiy uchur orqali yo'llagan. Ko'p qismi men mushu vabo kesili to'g'risida izchil izlanish jarayonida bayqagan ba'zi muhim savatlar bo'lib, men ularni qarindoshlarningki bilishi bek muhim deb qaraganligim uchun ularni bir qur redlab savol shaklida tizib chiqdim. Men tövəndə har bir savollarga ayrim-ayrim qisqa qilib javob berib o'tmoqchi. Hammanglarningki ko'ngil qo'yib, diqqat qilib anglashinglarni umid qilaman. Birinci savol: COVID-19 deb atalgan bu kasal qandaq bir kasal? COVID-19 deb atalgan bu kasal SARS koronavirusi 2 yoki yeni koronavirusi yoki Wuhan virusi yoki Xitoy virusi deb atalgan yeni bir virusningki yuqumlanishdan paydo bo'lgan tipik bo'lmagan o'pka yollig'i bo'lib, dastlabda Wuhan o'pka yollig'i deb atalgan. Keyin Dünya Sağlık Tashkiloti bu kasalga rasmiy shaklda COVID-19 deb nom bergan. İkinci savol: koronavirusi qandaq bir virus? Koronavirusi degan 1960-yillari tunji bo'lib Toxodan bayqalgan tajismon shakldagi virusga berilgan ism bo'lib, u ism shuningdan e'tiboran bayqalgan shu turdagi ko'plagan viruslarning o'rtaq ismi bo'lib ishlatilib kelgan. Koronavirus to'piga tava viruslar nihoyat ko'p bo'lib, ularning mutlaq ko'p qismi faqatla hayvonlarda mavjud. Burun koronavirusi to'piga tava viruslardan faqat 6si insonlarda kasal paydo qilgan bo'lib, Xitoyning Wuhan shahridan tarqagan bu yangi koronavirusi insonlarda kasal paydo qiladigan 7-chi koronavirusi hisoblanadi. Yenidən bayqalgan bu koronavirusi Xitoyning Wuhan shahridan bayqalgan bo'lg'achqa, dastlabda uni Wuhan virusi yoki yangi koronavirusi deb atagan bo'lsa, keyin uning ismini SARS koronavirusi 2 deb o'zgartgan. Lekin hozir ko'pincha kishilar uni Xitoy virusi deb atamoqda. Uchinchi savol: bu virus qandaq yuqadi? Ko'pinchimizning xabari bo'lgandagidek, hozir mayli torlarda bo'lsin, ijtimoiy taratqularda bo'lsin, bu virusningki yuqish to'g'risida nurg'un savat xarakterlik uchurlar ko'plab tarqalyotidi. Men burun so'zlagan leksiyalarimda bu jihatda oz-to'la to'xtalib o'tgan. Men tövəndə bu virusningki yuqish usullarini tövəndagi 3 tarafga yig'inchoqlab o'tmoqchi. Birincisi, bu virus asosliqi nafas yo'llari orqali yuqadigan bo'lib, badanida u virus bor kishilarning o'tilishi va tushkirishi orqali chachrab chiqqan mushu donchilardagi virus orqali yuqadi. Ikkinchisi, virus bilan bulg'angan har qanday jismlarni tutgan qo'limiz orqali yuqadi. Ya'ni qo'limizni jumay, pokizlamay bu mehnat qo'limiz bilan yuz ko'zlarimizni tutgan vaqtida bu virusga yuqtirish ehtimoli yuqori bo'ldi. Uchinchisi, yuqumlanuvchilar bilan bodi-keldi qilish va yaqin uchrashish orqali yuqadi. Endi bu virusningki boshqa yana inchikalab aytgan vaqtida nurg'un yuqish usullari bo'lishi mumkin. Ko'pinchisi mushu 3 xil yuqish usullaridan bak yiroqlab ketmaydi. Shunga men uni bak tafsili so'zlab o'ltirmay, mushu 3 tarafga yig'inchoqladim. Agarda buni texim inchiki nuqtalarini bilmoqchi bo'lgan qarindoshlar bo'lib qolsa, hozir mushu ijtimoiy taratqularda tarqalib yurayotgan mushu kasallikni yuqish va undan saqlanish qo'llanmalariga qarasa bo'ladi. 4-chi savol: u virus odam badani sirtida jismlar yuzida qancha uzun yashay oladi? Virusningki tashqi muhitda qancha uzun yashashi
temperaturga, nemlikka, virus qo'ngan jismlarning material qatorliq har xil omillarga bog'liq bo'lib, ko'pincha mutaxassislarning qarashicha, insonlarda bo'ladigan koronavirusi badan sirtida odatda 2 soatdan 9 kun oralig'ida yashay oladi ekan. 5-chi savol, u virus qandoq odamlarga yuqadi? Birinchisi, hozirgi ahvoldan qaragan vaqtida u virus har qandoq odamga yuqadi. Ikkinchisi, ayol, qari yosh ayrimaydi. Üçüncüsü aqtanlik, qartanlik, Asiyalık yoki Yevropalik deb irqiy ayırmaydı. Dördüncüsü boy kambag'al yoki boshliq puhra deb mansab o'rin ayırmaydı. Hozirgi ahvoldan qaraganda bu viruslar niki hammamizga yuqish ehtimoli bor. 6-chi savol, u virusdan qandoq saqlang'ili bo'ladi? Bu jihatdimi ko'pimizning xabari bo'lgandagidek, shu torlarda, ijtimoiy taratqularda nurg'un savodlar keng ko'lamda tashviq qilinyotidi. Bu virusdan saqlanish usullari ko'pinchimizga nisbatan bak notanish emas. Shundaqdimi men bu virusdan saqlanish usullarini tövandagi 5 tarafga yig'inchoqlab o'tdim. Birinchisi, virus tarqitish ehtimoli bo'lgan manbadan yiroq turish. Ikkinchisi, davomli qo'limizni sopun bilan pokiza yuvib turish yoki 70%lik spirt bilan dezinfeksiya qilib turish. Maynat qo'limiz bilan yuz ko'zimizni tutmaslik. Üçüncüsü, odam ko'p yerga bormaslik, boshqalar bilan musofa saqlash. To'rtinchisi, kunda uchrashib turadigan bo'yimlarni vaqti-vaqtida tozalab turish. Beshinchisi, yuqumlanganda cho'qim o'z-o'zimizni boshqalardan ayirish, anandaki yo'talgan vaqtida, tushirgan vaqtida cho'qim qog'oz bilan burnimizni, og'zimizni to'sib olish. Bu mushu kasallikka yuqumlanishninki oldini olishda nihoyatda muhim bo'lib, diqqat qilishga arziydigan nuqtalar deb qaradim. Albatta, buningdan boshqa ba'zi inchki nuqtalar bo'lishi mumkin. Agar texmi inchki nuqtalarga qiziqadigan qarindoshlar bo'lsa, bu haqda mushu ijtimoiy taratqularda tarqalayotgan mushu vabodan saqlanish qo'llanmalarini qarab chiqsa bo'ladi. Men bu yerda hamda asosliqi mushu 5 nuqtani ta'kidlab o'tmoqchi. 7-chi savol, maska bizni bu virusdan qo'g'day olamdi? Yuqumlanganlar cho'qim maska taqish kerak. Biroq maskaning saq odamlarni virusdan qo'g'dash masalasi kelganda, uningga har xil o'xshagan qarashlar bor. Maskaning ahamiyati uning sifati va uni to'g'ri qo'llanish bilan zich munosabatlik. Shunga agar virusdan saqlanish uchun maska taqash zarur bo'lganda, cho'qim layoqatlik maskani to'g'ri qo'llangandan boshqa maskani vaqti-vaqtida almashtirib turish kerak. Ya'ni bir maskani uzun qayta ishlatgan vaqtida uningki bu virusdan yuqtirish ehtimoli maska taqmagandanmi yuqori bo'ladiganligini mutaxassislar qayta ta'kidlab o'tyapti. Shunga agarda undaq sharoit bo'lmasa, eng yaxshisi maska taqmaslik kerak. Lekin yuqumlanish ehtimoli bo'lgan yoki kasal bo'lganlar cho'qim taqish kerak. 8-chi savol. Bu virus odam badaniga kirgandan keyin qanday o'zgarishlar bo'ladi? Men bu haqda burungi leksiyada az to'xtalib o'tgan. Endi mayli bu virus bo'lsin yoki har qanday virus bo'lsin yoki boshqa kasal paydo qiluvchi omil bo'lsin, odam badaniga kirgandan keyin odam badanida bo'ladigan immunitet kuchi darhol harakatga kelib, bu virus bilan insonlarningki immunitet kuchi orasida nihoyat kuchli bir kuch sinash jang bo'ladi. Agar bu jangda insonlarning immunitet kuchi, ya'ni kasalga taqobil turish kuchi g'olib kelib virusni yengsa, bundaq odamlarda alayda kasal alomati bo'lmaydi, yoki bo'lmasa alayda zaxm bo'lmaydi, kasalga taraqqiy qilmaydi.
Agarda bu kuch sinashda, bu jangda virus bizningki mushu kasalga taqobil turish kuchimizdan g'olib kelgan vaqtida, u vaqtida bu virus tizdan ko'payib, badanimizda alayda zaxmi paydo qiladi va uzunga qolmay bizningki badanimizda kasal alomatlarini keltirib chiqaradi. Bu rasmda ko'rganimizdek bu sol tarafdagi mushu badanimizningki tug'ma immunit kuchininki virusga qaytirgan inkosi bo'lib, bu virus badanga kirgandan keyin badanimizdagi tug'ma immunit kuchi, ya'ni tabiiy bo'lgan immunit kuchi darhol harakatga kelib, u viruslarni o'ldirib tashlaydi. Agar yuqorida men o'tgandagidek insonlarning mushu kasalga taqobil turish kuchi, ya'ni immunit kuchi bilan virus orasidagi kuch sinashda bu virus yangsa, u vaqtida virus tez suratda ko'payib, bu odam badanida kasal paydo qilishga boshlaydi. Şunun bilan bir vaqtda bu o'ng tarafdagi nishonliq immunit kuchi bu virusga darhol inkos qaytirib, badanda shu virusga qarshi antibody ishlab chiqarishga boshlaydi. Bu jarayon biroz vaqt oladigan jarayon bo'lib, o'ng taraf sol tarafdagi tug'ma immunit kuchidek darhol ishqa kirishmaydi, ya'ni darhol virusni o'ldirmaydi, biroq bir mezgildan keyin yetarli antibody ishlab chiqargandan keyin u antibodiyalar orqali badanimizga kirgan shu virusni kuchsiz holatga qilib, ularni mag'lub qilishga tirishadi. Agarda bizning badanimizda shu yetarli antibody shakllansa, bir mezgildan keyin bizningki salomatligimiz tamoman asliga kelalaydi. Agar bizningki bu tug'ma immunit kuchimiz bilan nishonliq immunit kuchimiz bu virus ustidan g'olib kelanmay mag'lub bo'lsa, u vaqtida bizning kasalimiz texmi ig'irlashadi, oxirisida davolash unum bermasa o'lib ketamiz. 9-cı savol. Odam u virus bilan yuqumlanib qancha kunda kasal alomatlari ko'rinishga boshlaydi? Hozirgi ahvoldan qaragan vaqtida o'tir hisob bilan odam badani bu virus bilan yuqumlanib 5 kundan keyin kasal alomatlari chiqishga boshlaydiganligi ma'lum. Ya'ni eng qisqa bo'lgan vaqtida 2 kun, eng uzun bo'lganda 14 kun, ya'ni o'tir hisob bilan 5 kunda odam badanida kasal alomatlari ko'rilishga boshlaydi. Qisman ayrim ahvolda eng uzun bo'lganda ba'zi kishilarda 27 kundan keyin, andan keyin kasal alomatlari chiqishga boshlaydiganligi ma'lum. 10-cı savol. U virus bilan yuqumlangan odamlarning hammasi ig'ir kasal bo'lamdi? Uningga javob natayin. Bu asosliqi har bir odam yuqumlangan virusninki oz ko'pligi bilan u odamning kasalga qarshi turish kuchi, ya'ni immunit kuchining kuchlik yoki ozligi bilan zich munosabatlik. Hozirgi ahvoldan qaraganda u virus bilan yuqumlangan kishilarning 80%da alohida kasal alomatlari ko'rilmaydiganligi yoki faqat ba'zi yengil kasal alomatlari bo'ladiganligi ma'lum. Ya'ni ko'pincha kishilar bu virus bilan yuqumlanganligini hatto o'zi bayqamasligi, alohida kasal alomati ko'rilmasligi, shunga doktorga berib kasal ko'rinmasligi mumkin. Oxirida men yuqorida deb o'tgandagidek, agar bu kishilarniki immunit kuchi u virus ustidan g'olib kelsa, o'zligidan saqib ketishi mumkin. 11-ci savol. Bu virus bilan yuqumlanib kasal bo'lgan insonlarda qanday kasal alomatlari bo'ladi? Birinchisi qizish, ya'ni mutlaq ko'p sondagi odamda qizish kasal alomatlari ko'rildi. Albatta bu hamma odamda degan gap emas. Hozirgi shu tadqiqot natijasi qaragan vaqtida 98% odamda qizish
kasal alomatining ko'rildiganligi ma'lum, 2% odamda qizish bo'lmaydi. Ikkinchisi harg'inlik his qilish, ya'ni bu virus bilan yuqumlanib kasal bo'lgan odamlarning ichida 70% odamda harg'inlik his qilish kasal alomati bo'ldi. Uchinchisi quruq yo'tal, ya'ni 59% odamda quruq yo'tal asosli kasal alomatlari hisoblandi. To'rtinchisi ishtiy nacharlashish, tomoq yeyish kelmaslik, ya'ni bu kasal alomati ko'riladigan odamlar bu virus bilan yuqumlanganlarning ichida 40% ni egallaydi. Beshinchisi muskullar og'rish, ya'ni 35% odamda muskul og'rish asosli kasal alomati hisoblandi. Oltinchisi nafsi qisilish, ya'ni 31% odamda nafs qisilish kasal alomati ko'rildi. Xalpuk 27% odamda. Dastlabda deb o'tgandagidek bu quruq yo'tal, ya'ni 59% odamda quruq yo'tal bo'lib, ularda xalpuk bo'lmaydi, faqat 27% odamda xalpuk paydo bo'lib, bu tükürük ko'paydi degan gap. 8-si bo'g'izi yoki gili og'rish. Bunda kasal alomati borlar 17% ni egallaydi. 9-si ich surish. Yani 10% odamda bu iç sürük alametleri ko'rilgan. 10-si ko'ngli ilishish. Bu mu 10% odamda ko'ngli ilishish alomatlari ko'rilgan. 11-si beshi og'rish, yani 9% odamda asosliqi bosh og'rish bilan ifodalangan bu kasalning alomatlari. 12-si 11-si besh qiyishgan, 9% odamda bosh qiyish, ya'ni ko'z to'lish bo'lgan. 12-si bosh og'rishgan, 6,5% odamda bu kasalning alomatlari asosan bosh og'rish bilan ifodalanadigan. 13-si qusish, yondirish, ya'ni 3-6% odamda qusish, yondirish degandagidek oshqozon uchay yo'llarida bo'ladigan kasal alomatlari ko'rilgan. 14-si qo'sqa og'rish, ya'ni 2% odamda asosliqi qo'sqa og'rish bilan doktorga ko'rinib, oxirida bu virus bilan yuqumlanganligi va bu vaboga giribdor bo'lganligi jazmlashgan. Yuqorqi alomatlardan qaragan vaqtida bu kasalninki kasal alomatlari har xil bo'lib, ba'zida kasal alomatlariga qarab diagnoz qo'yishmi nihoyatda qiyin degan gap. Chunki bu ko'ngli ilishish, ich surish, qusish, yondirish deganni hargiz o'pka kasalida bo'ladigan alomat emas normalda. Ko'pinchisi oshqozon uchay yo'llarida bo'ladigan kasalliklarning alomati hisoblanadi. Shunga bu kasalning alomatlarininki har xil bo'lishimi doktorlarda ba'zi qaymoqishlarni paydo qilgan bo'lishi mumkin. Anandan keyin kasal bo'g'uvchidimi o'ziga nisbatan qanday bir kasal bo'lganligini jazmlashtirish jihatdan qiyinchilik paydo qilishi mumkin. Shunga yuqorqidek ahvollar ko'rilgan vaqtida meningcha har holda nihoyatda ehtiyot qilib, bu aniq diagnoz qo'yilishdan burunmi, ya'ni uydagilarga va atrofimizdagilarga buni yuqtirib qo'yishdan nihoyatda saqlanishimiz kerak. 12-chi savol, u virus bilan yuqumlanganlar qanday qilishi kerak? U virus bilan yuqumlangan kishilarning 80% alayda davolash ilib barmısmı özlüğüdün saqlayıp gidiyor. Bu cihetdə mən yuqorida ta'kidlab o'tdim. Ya'ni bizningki badanimizningki immunit kuchi sababidan bizningki salomatligimiz yaxshi, immunit kuchimiz kuchli bo'lgan vaqtida bu immunit kuchi u viruslarning hammasini mag'lub qilib bizda alayda zaxmi paydo qilmaydi. Shu sababdan biz bu virus bilan yuqumlangandan keyinmi alayda doktorga berib davolanmasaqmi 80% atrofida kishilar o'zligidan saqlayib ketish ehtimoli bor. U virus bilan yuqumlanganchilar ichida faqat 20% atrofida odamningki kasal alomatlari tadrijiy ig'irlashib, doktorga ko'rinishga va davolanishga ehtiyojliq. 13-chi savol. U virus bilan yuqumlangan odamlar ichida qanday kishilarning ahvoli ig'ir bo'ladi? U virus bilan yuqumlanib kasal bo'lganlar ichida
14% atrofida odamning kasallik ahvoli alohida ig'irlashib, 5% odamning jiddiy qutqizishga ehtiyoji bo'ladiganligi ma'lum. Albatta, ba'zi davlatlardagi ahvol bundan sal ig'ir bo'lib, bu faqatla butun dunyodagi mush ahvolga asosan chiqarilgan o'tirchi son, misolan Italiya bilan Ironni oldigan bo'lsak, bu davlatda, bu ikki davlatda ahvol buningdan xilli ig'ir, lekin qolgan davlatlarda bu buningdan sal töven. Şuna o'tirchi hisoblagan vaqtida 14% kasalniki odamniki kasal ahvol alayda ig'irlashdiganligi, 5% odamniki jiddiy qutqizishga ehtiyoji bo'ladiganligi ma'lum. Bo'libmi yashanganlar, erlar, badanning kasallikka qarshi turish kuchi ojizlar, burun ost xarakterlik kasal barlar, bo'libmi nafas yo'li va o'pkisida masala barlar. Bu virus bilan yuqumlangandan keyin ularning kasallik ahvoli alohida ig'ir bo'lganligi ma'lum. Bo'libmi mushu hozir mushu virus bilan yuqumlanib kasal bo'lib o'lib ketganlarning ichida erlarning ayollarga nisbatan ko'zga ko'rinarli ko'pligi ma'lum. Shunga bu yerda erlarni ayollarga nisbatan bu virusniki zaxmisiga uchrash ehtimoli ig'ir bo'lgan kishilar qatoriga kirgizib qo'ydim. Shunga bo'lib mushu 60 yoshdan oshgan erlar alohida diqqat qilish kerak. Bo'libmi mushu uzun muddat tamaki chekadigan yoki bo'lmasa o'pkisida kasal bor, masala bor erlar bu virusniki ziyonkashlikka uchrash ehtimoli yuqori bo'lgan erlar hisoblanadi. Shunga alohida diqqat qilish kerak. 14-savol, odam bu virus bilan yuqumlanib kasalga taraqqiy qilgandan keyin tunji kasal alomatlari paydo bo'lgan kundan keyin qancha uzunda bir taraf bo'ladi. Ya'ni odam mushu kasalga giribtor bo'lgandan keyin shu tunji qitimliq kasal alomatlari paydo bo'lgandan keyin qancha uzunda uyan-buyan bo'ladi, ya'ni bir natijasi chiqadi degan savol bo'lib, hozir ahvoldan qaragan vaqtida bu kasalga giribtor bo'lguvchilarning mutlaq ko'p qismi tunji kasal alomati ko'rilgan kundan boshlab 15 kundan 25 kun orasida bir taraf bo'ladiganligi ma'lum. Ya'ni bir taraf bo'ladi deganlik yo o'ladigan gap, yo saqiydigan gap degan gap. Hamda mushu tunji qitim kasal alomati ko'rilib 15 kun bilan 25 kun arası alayda muhim kun, halqiliq kun bo'lib, agarda davolanib saqaysimi mush kun ichida bo'ladi, o'lab ketsimi mush kun ichida bo'ladi deganlik. Shunga yuqumlanguvchilar o'zininki kasallik ahvolini kuzatgan vaqtida mush kunlarda alayda diqqat qilish kerak. Agar kasal ahvolida o'zgarish bo'lib, taraqqiy qiladigan ahvol bo'lib qolsa, darhol doktorga berinib ko'rinish, davolanish ilib berish kerak. Bo'lmasa, agar faqatla yengil kasal alomatlari bilan cheklanib kasal taraqqiy qilmaydigan bo'lib qolsa, u vaqtida unchalik bek jiddiylashishningki hojat yo'q. Biz faqatla mushu eng jiq bo'lgan vaqtida tunji kasal alomati ko'rilib 25 kun ichini saq salomat o'tkazib olsak, o'zligimizdan saqib ketish ehtimoli bor. Bundaq odamlar hozir qadar mush mavjud bo'lgan kasallarning ichida 80% ni tashkil qiladi. Albatta, biz 80% ga kirimizmi yoki 20% ga kirimizmi deganni biz uqamaymiz. U faqatla bizningki kundalik kasal ahvolimizningki o'zgarishiga qarab belgilanadigan gap. Agar biz uningga to'g'ri hukm chiqaramisak, eng yaxshisi doktorga ko'rinishimiz kerak. Tavakkul qilmasligimiz kerak. 15-savol, bu kasalning o'lib ketish nisbati qanchalik? Ya'ni ko'pincha qarindoshlarningki eng ko'ngil bo'ladigini, ya'ni bu kasalga giribtor bo'lgan odamlar, ya'ni bu virus bilan yuqumlangan odamlarning hammasi o'lib ketamdi. Vaqtida diagnoz qo'yib, vaqtida davolamasa qanday bo'ldi degan masala bo'lishi mumkin. Endi hozirgi mushu mavjud bo'lgan uchurlarga asoslangan vaqtida bu kasalga giribtor bo'lgan odamlarning hammasi o'lib ketmaydi. Aksincha 80%niki hech qanday davolash ilib
bağımsızmı saqlaydiganligi ma'lum. Nayt afsus hozir qadar shu 4% bilan 5% odamninki o'lab ketayotganligi ma'lum. Bu butun dunyodan chiqarilgan o'rtacha son. Albatta o'xshamagan davlatlardagi konkret o'lab ketish nisbati biroz farqli. Men tövanda bu vaqtda nuqtaliq to'xtalib o'tmoqchi. Butun dunyo miqyosida, ya'ni Xitoyni o'z ichiga olgan butun dunyo miqyosida bu kasal bilan o'lib ketish nisbati hozir qadar 4-3%. Albatta bu son ya'ni o'zgarishi mumkin. Xitoy sirtida 4%. Buningdan ko'rib olishga bo'ldiki, Xitoy aslida e'lon qilgan sonliq ma'lumotlarniki uncha reallikqa uyg'un bo'lmaganligini ko'rib olamiz. Chunki Xitoyni qo'shgan vaqtida o'lib ketish nisbati 4-3% ga tushgan, Xitoyni qo'shmagan vaqtida 4% ga qolgan. Tövəndəki 4 dövlət shu mayli Xitoy sirtida olsun, mayli butun dunyoniki o'rtacha saviyasidan bo'lsin, tövəndəki 4 dövlət ulardan xilla yuqori bo'lgan. Bularning ichida Italiyaning o'lib ketish nisbati 9-3%. Bu sonmi o'zgarib turyotdi, balkim yana yuqorilishi mumkin. Eronninki o'lib ketish nisbati 7-8%, 7,8%, Ispaniyaning 6,1%, Angliyaning 4-9% o'lab ketish nisbati. Bu 4 davlatninki o'lab ketish nisbati va dunyoning o'rtacha saviyasidan yuqori bo'lgan. Qolgan davlatlarniki hozirgi o'lib ketish nisbati shu dunyoning o'rtacha saviyasidan bak cho'ng farq yo'q. Yoki bo'lmasa undan biroz tuvan. Masalan, Gollandiyaning o'lib ketish nisbati 4-3%, Fransiyaning 3-9%, Yaponiyaning 3-3%, Belgiyaning 2-2%, Amerikaning 1-1%, Koreyaning 1-2%, Kanadaning 1-4%, Shveysariyaning 1-2%, Shvetsiyaning 1-1%, Germaniyaning 0,4%. Hozir qadar Germaniyada shu yuqumlanuvchilar ko'p davlatlarning ichida Germaniyaning o'lib ketish nisbati nisbatan tuvan. Endi bu yerda o'lib ketish nisbatining yuqori bo'lishida yana bir sabab balkim nurg'un davlatlarda shu virus bilan yuqumlanganlarniki to'liq soni aniqlanmaganligi uchun hozir aniqlanganlar asosan og'ir kasallar bo'lganligi uchun ularning o'lib ketish nisbati yuqori bo'lishi mumkin. Agarda bu davlat keng doirada tekshirish elib borsa, ba'zi yengil kasal alomati yo'q kasallarning hammasi bayqalgan vaqtida bu kasallarniki o'lab ketish nisbati nisbiy oldi tuvallaydi degan gap. Shunga bu sonliq ma'lumotlar faqatla bir nisbiy sonliq ma'lumotlar bo'lib, faqatla foydalanish hozirgi ahvoldan az to'la foydalanish qiymati bor, lekin amaliy ahvol yana o'zgarib turishi mumkin. Hamda hozirgi shu umumyuzlik ahvoldan aytgan vaqtida Italiyada mayli yuqumlanguchi bo'lsin, mayli o'lib ketkichi bo'lsin, eng ig'ir unidan qilib qolsa Eron. Albatta Amerikada hozir 200 ming atrofida odamlar tekshirilgan bo'lib, Amerikadagi bu kasal bilan yuqumlandi deb aniq diagnoz qo'yilganlarniki soni 36 mingdan oshdi, lekin bu son har kunligi 5-6 mingdan ko'payyapti. Bu asosligi yangi yuqumlanganlarningki ko'p bo'lishi sababidan emas, balki tekshirilayotganlarningki sonining shunchalik bo'lishi bilan munosabatlik. Albatta biz agar texmi ko'p odamlarni tekshirib chiqsak, bu kasal bilan diagnoz qo'yilganlarning soni texmi ko'payishi mumkin. Shunga hozir Amerikada umumyuzlik tekshirishdan voz kechib, nuqtaliq tekshirish bosqichiga qarab menyapti. Buning asosli maqsadi shu keng tarqashni to'sash emas, balki shu xatar yuqori bo'lgan yeshi cho'ngdagilarning asoslik qilib ashlarga yuqishdan saqlanish orqali ko'plagan kishilarning kasal bo'lish yoki o'lib ketishini to'valatish. Shunga hozir shu bir necha haftaning oldiga qarag'an vaqtida Amerikadagi o'lib ketish nisbati nisbiy holda tuvan saviyada ketyapti. Shunga agarda bu biz kasallikni keng doirada tarqalishini kontrol qilmagan
qaralgan vaqtidimi shu kasallikka bemorlarning ziyon zahmatga uchrashi yoki o'lib ketish nisbatini tuvaltalsak yana maqsadga yetgan bo'lamiz deb qaraydigan ahvollar shakllanyotdi. 16 savol, bu kasalga giribtor bo'lganlarning hozirgi oqibati qandoq? Xitoy sirtida bu kasal giribtor bo'lganlar ichida hozir qadar 14% kishi ninki kasal ahvoli bir taraf bo'lgan bo'lib, ularning ichida 69% odam saqaygan, 31% odam o'lib ketgan. Bu sonmi yana o'zgarib turishi mumkin, vaqtning o'tishiga ergishib, bir tarafdan diagnoz qo'yilganlar ko'paysa, bir tarafdan o'lib ketganlar ko'payishi mumkin. Albatta, yana bir tarafdan saqayganlarmi ko'payishi mumkin. Shunga hozirgi ahvoldan qaragan vaqtida mushu Xitoy sirtida taxminan 30% atrofida mushu bir taraf bo'lganlarning ichida, hamma kasalning ichidan emas, bir taraf faqat bir taraf bo'lganlarning 30% atrofida o'lib ketgan, 70% atrofida saqaygan. Bu faqatla hozir qadar uyan-buyan bo'lganlarningki persenti, butun bu kasal bilan yuqumlanganlarning persenti emas. 17-savol, bu kasalga giribtor bo'lganlarning to'liq saqayib ketish ehtimoli bormi? Albatta bor. Men yuqorida deb o'tgandagidekmi 80% odamlarningki kasal alomatlari yengil bo'lganligi uchun, ularningki immunitet kuchi yaxshi bo'lganligi uchun, ularning immunitet kuchi vaqtning o'tishi bilan u viruslar ustidan g'olib kelib, ularningki salomatligining to'liq asliga kelishiga kafolat qiladi. Bu insonlar yuqorida deb o'tgandagidek alohida davolash ehtiyoji yo'q, faqatla o'zining immunitet kuchiga tayinib bu kasal ustidan g'olib keldi. Hozir qadar Xitoy sirtida bu kasalga giribtor bo'lganlarning 69%ninki butunlay saqayib ketganligi ma'lum bo'lib, ba'zi saqaygan kishilarning, ya'ni qisman ba'zi kishilarniki u virus bilan qayta yuqumlanganligi ma'lum. Bularni ba'zilar balkim saqaydi degan shu nimani o'lchamni yaxshi qo'yilmaganligi, balkim ba'zi kishilarniki badanidagi virusniki tal-to'kis yo'qashidan burunla uni saqaydi deb hukm chiqarganligidan bo'lgan bo'lishi mumkin deb qaraydiganlar bor. Albatta, bir qism odamlarningki immunitet kuchining to'liq asliga kelmasligi tufaylidan ba'zilari qaytadan yuqumlangan bo'lishi mumkin. Lekin mutlaq ko'p qism odamlar bu virusga yuqumlanib saqaygandan keyin yetarli immunitet kuchiga ega bo'lib, qaytadan yuqumlanmaydiganligi o'tirg'i chiqyapti. Meningcha bu bir aqlga muvofiq bir yo'lnish, chunki bu virus yangi virus bo'lganligi uchun ko'pincha kishilarningki buningga qarshi immunitet kuchi bo'lmaganligi uchun bu virus keng tarqagan insonlarningki bu virus bilan uchrashishi, uningga qarta immunitet kuchining paydo bo'lishi ergishib, bu virus tadrijiy kontrol bo'lishi, bu kasal tadrijiy kontrol bo'lishi mumkin. Hozirgi ahvoldan qaragan vaqtida 69-70% odamningki asosan saqaydiganligi ma'lum. Qolganini oldimizdagi vaqtlar isbotlaydi. 18-savol, bu kasalga giribtor bo'lgan qandoq insonlar tez asliga kelalaydi? Birinchidan, yosh va sog'lom insonlar tez asliga kelalaydi. Ananda ikkinchidan, davomliq badan chiniqtirib turadigan insonlar tez asliga kelalaydi. Uchinchidan, badanining immunitet kuchi yaxshi insonlar tez asliga kelalaydi. To'rtinchidan, uyqusi yaxshi, sog'lom oziqlangan, sog'lom insonlar, ya'ni turmushi ritmliq, sog'lom insonlar tez asliga kelalishi mumkin. 19-savol, ba'zilar bu kasal fasllik yuqumli zukamdan ko'p farqlanmaydi deyishdi. Bu to'g'rimi? Albatta to'g'ri emas. Chunki fasllik yuqumli
zukam gerçi keng tarqalsımı, biroq uning o'lish nisbati nayta töven, ya'ni 0,1% atrofida, biroq hozir tarqalayotgan bu vabo kasaliniki o'lish nisbati yuqorida biz ko'rgandekdek 4% bilan 5% ning atrofida, ya'ni o'lish nisbati yuqumli zukamdan ko'p yuqori. Gerçi Peslilik yuqumluq zukam virusi her yılı küz ve kış pesilde bütün dünya miqyasida 3 milyondan 5 milyon adamda kesel payda qılıp 250 mingdan 500 ming arasında adamның jiniga zamin bolsumu? Elbette hazır kadar Xitay virüs sebebinden kesel bolgan ve ölüp ketkenler sani yukarı sandan köp töven bolsumu? Bu iki kesel karakter cihetten nayta tüptün farklıdığan kesel bolğaçqa köpünçe mutaxassislar agar biz buni vaqtida kontrol qilmasak bütün dünya nüfusununki 70% yuqumlanib 150 milyondan ortiq odamning o'lib ketishini taxmin qilmoqda. Şuna biz bu ikki kasalni o'xshash deb qarab uni hozir tarqalayotgan kasalninki oqibatining yuqumli zukamdan qanchalik ig'ir bo'lganligiga hargizmi sal qaramasligimiz kerak. Bu ikki kasalni o'xshash bir kasal deb qarash bizga ajallik xatoliklarni keltirib chiqarishi mumkin. 20. savol, undaqda bu kasalning butun dunyoni andishiga selayotgan asosli sabab nima? Bu virus yeni bir virus bo'lib, insonlarning uningga qarshi yetarli immunitet kuchi yo'q. Hem bu virusga nisbatan iniqsizliklar bek ko'p. Shunga agar bu virus hozirgidek tuz suratda tarqisa, oxirida ba'zi mutaxassislar mo'ljalligandek butun dunyo nüfusining 70%ga, ya'ni 5 milliarddan ortiq odamga ta'sir ko'rsatib, 150 milliondan ortiq odamning o'lib ketishini keltirib chiqarishi mumkin. Bu kasallikki qo'rqinchli yeri hargizmi hozirgi mushu butun dunyoda diagnoz qo'yilayotgan 300 mingdan ortiq son yoki u kasal sababidan o'lib ketgan 10 necha ming son bo'lmasdan, balki buningdan keyin, ya'ni oldimizda keladigan texmi ig'ir kunlar sababidan biz bu kasal to'g'risida butun dunyo andishiga tushyapti. Bu hargizmi hozirgi mavjud bo'lgan ig'ir ahvol sababidan emas, balki oldimizda kelayotgan, ya'ni buningdan keyin kelmoqchi bo'lgan ig'ir ahvollar sababidan biz buningga yetarlik ahamiyat berganimizda, yana buning oqibatini nihoyat ig'ir deb qarab, uni tizginlash, uning oldini olishga alohida ahamiyat bergan vaqtimizda balkim biz u yomon oqibatlardan saqlanib qolishimiz mumkin. Agar bu kasalni odatdagi yuqumli zukam qatorida qo'yib, uning ahamiyat bermagan vaqtida haqiqatanmi yuqorida deb o'tgandek ba'zi mutaxassislarningki tasavvurdagidek 70% odamga yuqib, butun dunyo nüfusining 70%ga yuqib, 150 milliondan ortiq odamning o'lib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Bu kasallikki eng qo'rqinchli yeri va butun dunyoni sarosimga solgan asosli sababi. 21. savol, bu kasalga dori tepildi deydi. Agar bu kasalga unumli dori tepilsa, bu kasalning tarqalishini kontrol qilg'i bo'lamdi? Meningcha notayin. Chunki dori faqat kasal bo'lganlarni davolab, ularning o'lib ketish nisbatini to'valtidi. Biroq u kasalning tarqalishini kontrol qila olmaydi. Ko'pinchimizningki bulapmbek musha tibbiy savodi borlarningki xabari bo'lganidek virusga mayli hozir bo'lsin, burun bo'lsin, alohida unumlik dori yo'q, asosan yo'q. Ya'ni hozir unumlik bor degan dorilarni faqatla qonda erkin iqib yurgan viruslarni o'ldira oladi. Lekin men yuqorida burunqi leksiyalarimda ko'p qitim ta'kidlab o'tgandek, bu viruslar insonlarningki hujayra ichida ko'pib, hujayra ichida yashagani uchun odatdagi virus o'ldiradigan dorilarning ko'pinchisi ularga ta'sir ko'rsatmaydi. Virusga qarshi dorilar ko'pinchisi qonda iqib yurgan erkin viruslarni o'ldira oladi yoki bo'lmasa kasalningki kasal alomatlarini yengillata oladi. Shunga
bu yerda dorininki paydo bo'lishi bu kasalning keng tarqalishini to'sib qololmaydi. Faqatla kasallarninki bemorlarning o'lib ketish nisbatini to'valtib, ularni salomatligining asli kelishiga foydasi bo'lishi mumkin. 22. savol. Havoning isishiga ergishib bu kasalning tarqalishi kontrol bo'lamdi? Ba'zi kishilar pasillik yuqumliq zukam va boshqa ba'zi pasillik yuqumliq kasalliklarga asosan shunda qarshidi. Shaxsan menmi shundaq umid qilaman, biroq bu kasallikki Singapur, Malayziya qatorliq qish-yoz farqlanmaydigan issiq davlatlardagi tarqalish ahvolini qargan vaqtida bundaq ehtimollik bak cho'ng emasdak. Shundaqdimi hozirgi eng cho'ng umidning birisi mush kasallikki 5-oylarning o'ttirlariga borgan vaqtida havoning isishi bilan ostilishi yoki kontrol bo'lishi bu ko'pincha kishilarningki umidi. Albatta tamoman yo'qmagan vaqtidami hozirgidan ostilishi, ya'ni yuqishninki ostilishi, o'lab ketadiganlarning ozlashishi mumkin. Buni albatta oldimizda kelayotgan mushu 1-2 oyda bilalaymiz. Shunga hem ümidimizni yo'qotmasligimiz kerak, hem bek quruq umidlanib ketib, ig'ir ziyon tortishdan saqlanishimiz kerak deb qarayman. 23. savol. Undaqda bu vaboni tizginlashning eng unumli usuli nima? Bu vaboni tizginlashning eng unumli usuli umumiy xalqda u virusga qarshi immunitet kuchi hosil qilish. Uninglik uchun bir bo'lsa unumlik vaksina ishlab chiqarish orqali butun xalqqa vaksina urib, butun xalqningki badanida immunitet kuchi paydo qilish, yana bir bo'lsa ko'p sondagi insonlarni asta bu virus bilan uchrashtirish orqali insonlarning badanida immunitet kuchi paydo qilish. Buningdan boshqa usul hozir ancha unumlik emasdek qiladi. Chunki masalan Amerikadami bu kasalga nisbatan keng doirada tekshirish ilib berib, uningki tarqalishini tizginlaydigan eng muhim fursat o'tib ketganligi uchun, yana bu kasal butun Amerikadagi 50 shtatning hammasiga tarqab bo'lganligi uchun hozir asosliq nishonni mushu qo'g'dash zarur bo'lgan yosh cho'nglarga yoki bo'lmasa burun kesili bo'lgan bu virus bilan yuqumlangandan keyin uzunga bardoshlik berolmay o'lib ketish ehtimoli bo'lgan mushu kishilarni nishonliq qilib qo'g'dash orqali bu kasaldan kelib chiqqan ziyon zahmatni, ya'ni o'lishni tuvallatish, biroq umumiy xalqda asta uchirish orqali umumiy xalqda mush virusga qarshi bir immunitet kuchi paydo qilish. Agar mushu muvaffaqiyatli bo'lsa, bu vaboni tizginlashda yoki bu vabodan taltukuz qutulishda eng muhim rol o'ynaydigan omil bo'lib qilishi mumkin. Albatta buningki belgili xatiri bor. Agar mag'lub bo'lib ketib qolsa, texmi jiq odamlar ziyon tortishi mumkin. Lekin hozir bu kasalni kontrol qiladigan eng yaxshi fursat o'tib ketganligi uchun mushu xil usulni sinab boqmaymi, amal yo'qdek qiladi. Albatta bu virusni tamoman yo'q qilishmi u vaboni tizginlashning unumli usuli, biroq bu unchalik oson emasdek qiladi. Yana bir tarafdan agar mutlaq ko'p sondagi insonlar bu virusga qarshi immunitet kuchi shakllanmasa, agar kunlarning birida bu virus qaytib kelishi yana insoniyatga ofat bo'lishi mumkin. Shunga bu virusdan taltukuz qutulishninki birdan-bir yo'li ya vaksina orqali yoki ast xarakterlik bu virus bilan yuqumlanish orqali badanda, butun xalqning badanida bu kasalga qarshi immunitet kuchi paydo qilish. Bu balkim bu vabodan taltukuz qutulishninki eng yaxshi usuli bo'lsa kerak. 24. savol. Unumlik vaksina rasmiy tayyor bo'lish uchun yana qancha uzun vaqt bor? Bu mutlaq ko'p sondagi qarindoshlar eng qiziqayotgan bir savol bo'lib,
nurg'un qarindoshlarda bu vaksinaga nisbatan bir mujmal qarash bo'lishi mumkin. Bo'lib bak vaksina ijod bo'ldi, sinaq boshlandi degan xabarlar chiqqandan keyin nurg'un qarindoshlarni alayda qo'shib ketdi. Haqiqatan bu bir xo'shallanarli ish, lekin bu bir ikki kun ichida kelsa o'tirg'a chiqib bizni bu virusdan qo'g'daydigan bir narsa emas. Bu to'g'risida men oldin qitimliq leksiyarimdimi tafsili to'xtalgan edim. Endi bu virusniki vaksinasi chiqdi degan gap u hargiz unumlik ertadan boshlab ishlatkili bo'ladi deganlik emas. Vaksinaniki shu rasmiy vaksina bo'lishi mumkin deb kandidat chiqqandan keyin uninki 3 xil sinoqdan o'tib eng oxirida rasmiy unumlik deb qaror ilinib, andan keyin ko'p miqdorda ishlanib, rasmiy insonlarda keng ko'lamda urush uchun eng kam deganda 1 yil bo'lmasa normalda 1,5 yildan 2 yil vaqt ketishi mumkin. Şuna hozir sınaq qilishga boshlagan viruslar, nimalar, vaksinalar balkim insonlarga ishlatilishi kelajil mushu vaqtlarda boshlanishi mumkin. Bo'lib bak biz esimizda ching tutishga tegishli bir ish. Hozir bu vabo tufaylidan Amerikada nurg'un shirkatlar ishni to'xtatib, xizmatchilarga uyangda ishlanglar deb uqtirayotgan bir mezgilda mayli dori shirkatlari bo'lsin yoki boshqa vaksina tadqiqotchilari bo'lsin, ko'pinchisi hozir uyda xizmat qilyotidi. Bu xil ahvolmi bu vaksinaninki bozorga tushadigan vaqtini ig'ir darajada keyniga surib o'tishi mumkin. Endi bu vaksina ishlab chiqargan davlatlar yolg'iz Amerika bo'lmasdan boshqa davlatlardami o'xshashlar bu vaksina ishlab chiqarish uchun jiddiy tutish qilyotidi. Lekin yuqorida men deb o'tgandagidek bu vabo tufaylidan nurg'un shirkatlar, nurg'un tadqiqot o'rinlari normal xizmatini davom qilamaganligi uchun bu vaksinaninki rasmiy ishlab chiqarilish vaqti keyniga surilib ketishi mumkin. Endi bu vaksinani ko'p miqdorda ishlab chiqarish uchun oldi bilan bu hozir tayyor bo'lgan shu kandidat vaksinalar ichidan shu 3 bosqichliq sinoq orqali bir yoki bir ya'ni unumlik deb qaralganlarni tanlab, andan keyin rasmiy ko'p miqdorda ishlab chiqarishga kirishadigan gap. Uni ko'plab ishlab chiqarish uchunmi uzun vaqt ketishi mumkin. Undan boshqa hatto bu hozir kandidat deb qaralgan vaksinalar eng oxirisida butunlay mag'lub bo'lishi mumkin. Bu butunlay bir ehtimollik. Shunga hozir kandidat bo'ldi yoki sinoq boshlandi degan vaksinalar hargizmi erta bizga ishlatilib, bizni bu virusdan qo'g'daydi deganlik emas. Masalan, misol qilib o'tsam, bu AIDS kasali hozir bayqalg'ili 40 yilga yaqin bo'lgan bo'lsa-mu, lekin bu 40 yildek mezgil ichida nurg'un vaksina kandidatlari o'tirg'a chiqqan, sinoqlar qilingan, lekin eng oxirisida hammasi mag'lubiyat bilan oxirlashib, hozirga qadar birmi kandidat muvaffaqiyatlik kandidat bo'lib rasmiy AIDS kasalidan insonlarni bu AIDS kasali virusdan qo'g'daydigan jihatda unum bergani yo'q. Ya'ni bunday aytgan vaqtida bu AIDS kasali dunyoga kelib 40 yilga yaqin vaqtdan keyinmi hozir qadar unumlik bir vaksinasi yo'q. Andan keyin bu shu vaboga o'xshib ketadigan, eng yaqin keladigan SARS kasalini olsaqmi, u garchi 2003-yili tarqalgan bo'lsa-mu, lekin hozir qadar uningmi bir unumlik vaksina muvaffaqiyatlik bo'lgani yo'q. Garchi bu 17 yil jarayonida bu kasal qaytib kelgan bo'lsa-mu, lekin tibbiy tadqiqot nuqtasidan aytgan vaqtida har zaman qaytib kelish ehtimoli bor deb uningga bir unumlik vaksina hozirlash albatta ko'plagan tibbiy tadqiqotchilarningki vazifasi hargiz qaytib kelmadiki yoki qaytib kelmaydi deb undaq tayyorgarliksiz turadigan ish yo'q. Lekin afsus uningga bir unumlik vaksina chiqqani yo'q. Shunga
bu kasalga nisbatanmi albatta vaksina chiqsa nihoyat yaxshi, lekin chiqmaslik ehtimoli bo'lishi mumkin. Shunga biz anaqa tayyorgarlik qilish ehtimoli bo'lgan har qandaq taraflarda hargiz bo'shashmasligimiz kerak. Ya'ni alohida diqqat qilib o'zimizningki salomatligini va o'zimizning atrofidagi biz söygen insonlarniki salomatligini qo'g'dishimiz kerak. Hargiz dori chiqyotidi yoki vaksin chiqyotidi deb o'zimizni bexudlash turmasligimiz kerak deb qarayman. Mayli dori bo'lsin, mayli bu vaksina bo'lsin, hammizningki ehtimolliqi 50 shu rasmiy isbotlanib keng ko'lamda ishlatilib unum bermigichlik buningdan hozir hamda quruq xushallanğılı bo'lmaydi. Albatta biz yanala umidlik bo'lishimiz, umidni yo'qotmasligimiz kerak. Hamda bu kasalga nisbatan odamni biroz umidlaydigan bir tarafi bu kasalningki o'lish nisbatiniki bak yuqori emasligi. Ya'ni garchi yuqumliq zukamdan yuqori bo'lsa-mu, biroq 80% odamningki alohida davolash ilib bormasmi o'zligidan saqib ketalaydiganligi, o'lib ketadiganlarningki bir 5% atrofida bo'ldiganligi yana bizga belgilik umid bag'ishlaydi. Shunga zamoni oxiri bo'lgandagidek alohida qayg'urib, alohida andish qilib ketishningki hojat yo'q. Albatta bunda deganlik hamma ishlar xiyolimizga kelmay yuraversak bo'ldi deganlik emas. Tadbirlarni, ilishga tegishli tadbirlarning hammasini ilishimiz kerak. Lekin yanala umidvor bo'lishimiz kerak. Meningki bular mening bugun so'zlamoqchi bo'lgan asosli mazmunlar. Bugun so'zlamoqchi bo'lgan bu leksiyani men shu yerda to'xtatmoqchi. Hammanglarning diqqat qilib anglag'inglarga ko'pdan ko'p rahmat. Agar bu leksiyani yaxshi ko'rsanglar, ko'plab taqtib qo'yinglar. Ko'rishga amin bo'linglar. Allohdan hammamizningki salomatligini tilayman. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.